Assalomu alaykum aziz bizni videomizni kuzatib turgan obunachilarim. Hammalaringiz sog' salomat, esalomon yozlarni o'tkazib, kuzlarni o'tkazib, qishlarga kirib oldilaringizmi? Men ham anchadan beri video qilganim yo'q. Bugun shu gullarimni ichkariga olib kirdim. Shularni bir sizlar bilan ko'rib video qilay deb chiqaryapman. Mana xo'jayinim Xudoga shukr kichkinagina bo'lsa ham teplitsa qilib berdi. Shu gullarimni hammasini shu yerga olib kirdim. Bir-biridan chiroyli bo'lib turibdi. Qishda ham kirib bahri dilim ochilib, mayda stul qo'yib olsam o'tiraman. Sizlarga ham ilindim shu gullarimni ko'rsatgani. Dugonajonlar, Xorazmli dugonam, Zulfiya asakalik, Qashqadaryolik dugonalarim, hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Allohga shukr, sizlar bilan g'oyibona bo'lsa ham gaplashib turganimga shukr. Sizlarni ham baribir kommentariy yozganlaringizda o'qiyman, hali qandaydir yaqinga o'xshab qoladi. Hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Mana gullarim. Mana shu gullarim rosa yoz nimada issiqda turganida nihoyatda nima bo'ldi? Chiroyli bo'lib ochildi. Mana mahrobisi, mana fioletoviy, bugun William, mana ularni ham olib kirdim ichkariga. Mana endi mayda g'unchalar chiqaryapti. Yozi bilan nihoyatda chiroyli ochildi. Mana ularım ham ochilyapti, kattalarim. Mana endi ochilishni boshlashyapti, mayda shoxlar chiqarib. Mana bu yerdagi gullarim ham, geran gullarimni qalamcha qildim. Mana gulim bugun Veliya gullarim, bular yerda edi. Kichkina qalamchani erta bahorda ekkandim. Endi kuzda shunchalik katta bo'lib ketdi. Endi tuvakka olgandan keyin barglarini tashlaydi. Barglarini tashlagandan keyin yana mayda bakchalar hosil bo'lib, yana gullashga davom etadi. Nihoyatda beorgul. Dugonajonlar, mana bugun Veliya gulimi shu bo'yicha ekib qo'yardim. Kuni 4-noyabrda sovuq bo'ldi-ku, o'shanda keyin kesaman dedim, chamazam bo'lmay qoldi. Kesalmadim. Qo'rqmasdan kesib tashlasalaring bo'laveradi. Buni qalamcha qilib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Mana xudo xolasa bak chiqargandan keyin sizlarga yana video qilib ko'rsataman. Ko'proq kessam ham bo'ladi-yu. Vol bo'lmasin, ko'p kessam bekor. Buni hozir qalamcha qilgani ham nima yo'q. Vaqtim yo'q, ilhom yo'q. Ali ilhom kelganda hamma ishlaringizni qilaverasiz-ku. Mayda. Ana. Endi xudo xolasa mashg'ullarim bak chiqarganda yana video qilaman. Azizlarim, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana videolarga ko'rishguncha videolarda. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda video qilib, sizlar ham sog' salomat bo'lib videolarni ko'rib yuraveringlar. Allohga omonat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xayr.